28 yoshga kirib, hayotimda o'zim uchun belgilab olgan 20 ta oddiy qoidalarimni aytib bermoqchiman. Videoni oxirigacha ko'ring, foydali bo'lishi mumkin. Hayotimiz yomonligi uchun nolib yashamaymiz. Nolib yashaganimiz uchun hayotimiz yomon. Qiyin yo'l har doim foydali. Chunki u yoqda raqobat kam. Qimmat sotish uchun o'zimizga ham o'sha hayotni his qilib ko'rishimiz kerak. Qisqa muddatli yashagan odamga har doim motivatsiya kerak. Ota-onamiz, yaqinlarimizga qilingan yaxshilik daromadni oshishiga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiladi. Pul tejab ko'paytirilmaydi. Uni xursand bo'lib, to'g'ri joyga ishlatganimizdagina ko'payadi. Hayotimda hech kim o'zimchalik muhim emas. Qachonki men o'zimni qadrlashni boshlaganimda, atrofdagilar ham menga xuddi shunaqa munosabatda bo'lishni boshlashadi. Pulni istagan vaqtda topish mumkin, lekin yo'qotilgan hurmatni topib bo'lmaydi. Rivojlanish komfort zonasi tugagan chiziqdan boshlanadi. Muvaffaqiyatsizlik bo'lib ko'ringan ish aslida keyingi bosqichga chiqish yo'li. Qimmat yoki arzon bu nisbiy tushuncha. Bizni berayotgan qiymatimizga yarasha pul topamiz. Baxt bu holat emas, tanlov. Uni har kuni his qilsa bo'ladi. B nuqtamizga A nuqtamizdagi harakat bilan yetishib bo'lmaydi. Optimistik fikrlash muvaffaqiyat asosidir. Vaqtdan ko'ra qimmatroq resursim bu energiya. Erishmoqchi bo'lgan natijamga o'zim borganimdan ko'ra o'sha yerda turgan odamdan o'rgansam, vaqtimni va pulimni tejayman. Erishmoqchi bo'lgan narsamga munosib bo'lganimdagina erishaman. Bu hayotda kimgadir nimadirni isbotlab qo'yishim shart emas. Miyamizga ekilgan har bir urug' bir kun o'z mevasini beradi. Cheklovli faqatgina miyamizda. Har kim o'z chegarasi doirasida orzu qila oladi va unga erishadi.